uzhits.net taqdim etadi. Mana bugun hammaning ko'zida yosh, ajralishar bir-biridan sinfdosh. Maktab binosi ham turar xomush, bu ko'z yoshlarga berolmay bardosh. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. Maktab yillari o'tdi birin-ketin, kimdir yoniga izhor qildi sevgisi. Mayli ularga Xudoyim bersin baxtin, ular doimo birga bo'lishsin. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. 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 uzhits.net eng hit qo'shiqlar. Assalomu alaykum sevgili bo'lgan aziz ustozlar, ota-onalar, qadrdon sinfdoshlarim. Bugungi bitiruv kechamizga xush kelibsizlar. Hammalarga baxt omad tilayman. Kelajakda buyuk inson bo'lib yetishinglar. Hamma o'zi xohlagan kasbda ishlashiga, yaxshi o'qishlariga tilakdoshman. Hammalarga baxt tilayman. Endigi so'zni matni mana shu maktabimiz o'qituvchilari, birinchi o'qituvchimiz Muhoya qilgan Shodmon opaga beramiz. Mana. Aziz 11-B sinf o'quvchilari. Mana hammamiz o'qiyotgan bitiruv oqshomi bo'lyapti. Hamma o'g'il qizlarga oliy ta'limlarga kirishini xohlaymiz. Kelajakda mana shu 12-maktabda o'qiganman men. Mana shu ustozlarimiz bo'ladi deb bir-birimizni nima qilamiz, hurmat qilishinglarni tilayman. Ota-onalar baxtiga sog' bo'linglar. Sizlarni ko'rib turib juda ham hayajonlanyapman. Rahmat. Tashkilotchilarga ham ming marta rahmat. Shu uy xonadon opamizga rahmat. Hammalar sog' bo'linglar, bolalar. Assalomu alaykum. Shu xonadonga yig'ilgan barcha mehmonlar, ota-onalar hamda o'quvchilarim, meni birinchi qaldirg'ochlarim.
Mana bo'yimdan ham o'sib, ortlardan ham men kichkina bo'lib turibman. Xudo xolasa hayot oldinda omad tilayman. O'zingizlar nimaki niyat qilgan bo'lsanglar, albatta niyatlaringizga erishinglar. Hamisha yo'lingizlar ravon bo'lsin, kelajagingizlar porloq bo'lsin. Hayajonni hayajonli gapirmodim. Rahmat haminglarga. Shuncha chiroyli qilib o'tkazib olishinglarni albatta tilab qolaman. Sinfdoshlarim hammalarga omad tilayman. Iloyim bundan buyog'iga omadli bo'lib yuringlar. Kichkinaligidan birinchi yil, 11 yil haminglarga omad tilayman. Manda javoblar haminglarga yaxshi chiqsin. Haminglar bu yerga o'qishga kirib ketdinglar iloyim.
Yaqindagi so'z navbatini ota-onalarimizning navbatdagi beramiz. Yana ota-onalarimizdan zud muvaffaqiyat beramiz. Bolalarimizni bitirib kechasiga shundan foydalanib, bolalarga baxt tilayman. Doim neki niyat qilgan bo'lsa, niyatiga yetsin, o'qishlariga kirishib olsa hammasi ular baxt tilayman, omadini bersin. Sinfimizga oshnamizdan biri mana Xurshidbekning so'z navbatini beramiz. Mana o'zi Dildorat o'zi beradi. Bizlarimizga eng Assalomu alaykum hurmatli shu to'plangan mehmonlar, do'st birodarlar. Mana bugun bitor kechamiz ekan. Shu fursatdan foydalanib, hammalar bundan keyingi hayotingizga rivoj, ishingizga, o'qishingizga hammalarga omad tilayman. Unutsamda orzularimni, unutsamda tuyg'ularimni, unutsamda butun dunyoni aslo unutmasdan asadigani. Mehribon sizi Hafizaga. O'zingiz do'stlarimizdan biri mana Qudratulloga so'z navbatini beramiz. Lekin seriya bo'lgan ota-onalar, ustozlar, sinfdoshlar, kelajakda ishlaydigan, o'qishlaydigan oila, qachon bo'lsa